bir oyda 6 million 7 million so'm elektr energiyasi uchun sarflanadigan pul yoningizda qoladi. To'g'ri eshitdingiz, tadbirkor, biznesmen akalar diqqatiga. Siz ko'rib turgan ushbu bino, ya'ni tibbiy klinika bir oyda 6 million so'm, 7 million so'm birgina elektr energiyasi uchun to'laydi. Suv, boshqa kommunal to'lovlarni hisobga olmaganda faqat elektr energiyasi uchun 7 million so'mgacha pul to'laydi. Bugun biz bu klinikani ham elektr xarajatlarini nolga tushirib qo'ydik. Bu uchun biz ushbu klinikaga 30 kilovatlik on-grid sistemasida ishlaydigan quyosh panellari stansiyasini o'rnatib berdik. Endi ushbu klinika har oyda 5000-6000 kilovat soat elektr energiyasini o'z ehtiyojlari uchun o'zi ishlab chiqaradi. Ya'ni klinika egalari har oyda 5000-6000 kilovat soat elektr energiyasi uchun davlatga to'lov qilmaydi. Zo'ra, bu stansiya bilan har oyda davlatga to'layotgan 6 million 7 million so'm pulingiz yoningizga qoladi. Quyosh panellari puli 2-3 yilda chiqib ketgan taqdirda ham bu stansiya sizga 20-25 yil beminnat xizmat qiladi. Fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Videoga bitta like bosing. Agar quyosh panellarini o'rnatish sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan bizga, ya'ni Samsolar Energy'ga murojaat qiling. 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlari orqali mutaxassislardan barcha o'zingizni qiynagan savollarga javob olishingiz mumkin. Nechta pul, qanday, qayerga, qanday qo'ysa bo'ladi, barchasiga mutaxassislar kol markazimizda o'tirib birma-bir javob berishadi.